Bir o'rtog'im trayfl tayyorlab $1000 daromadga chiqibdi. Mana o'sha trayflni retsepti sizga teppa-tekinga. Ishimizni gazga qo'ysa bo'ladigan idishga asal, iste'mol sodasi hamda margarinni solib, asalni kuydirib olishdan boshlaymiz. Alohida idishga tuxum, shakar, razrixli tilni yaxshilab aralashtirib, ustidan asalli massamizni quyib, vinchik yordamida yana bir rov aralashtirib olamiz. Unni ham elab solib, xuddi videoda ko'rsatilgan quyuq suyuqlikdagi xamirimizni tayyorlab olamiz. Pergament solingan listga xamirimizni quyib, qizib turgan duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Endi navbat kremaga. Krem uchun tuxum, shakar, un, kraxmalni ozgina sut bilan kamochkalari ketguncha vinchik yordamida aralashtirib olamiz va qaynab turgan sutga solib, quyilguncha gaz ustida vinchik yordamida aralashtirib turamiz. Kremimiz sal iligandan so'ng sariyog' hamda molokoni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Korjimizni esa qo'limiz yordamida shunaqa kroshka holiga keltirib olib, trayfl uchun mo'ljallangan idishlarimizga birin-ketin yig'ishni boshlaymiz. Bu trayflni o'zingiz uchun bo'lsa ham bir marta tayyorlashingiz shart. Mazasi og'zingizda qolishi aniq. Agar video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, mani duo qilishni unutmang. Yoqimli ishtaha!